Shahvati uni boshqaradigan erkak o'z oilasini hech qachon boshqara olmaydi, chunki o'z ko'zini boshqara olmaydigan ota o'z amallarini boshqara olmaydigan farzandni katta qiladi. Boshqalarning ayoliga qaraydigan o'z qizlariga erkak kishiga hech qachon ishonib bo'lmaslikni o'rgatadi. Siz shahvatingizga erk berishingiz faqat o'zingizga ta'sir qiladi deb o'ylaysizmi? Kimni aldayapsiz? Shahvatiga erk bergan erkak nafaqat iymonini, balki unga ishongan, undan umidvor odamlarning ishonchini yer bilan bir qiladi. Unga o'zini bag'ishlagan ayolini sindiradi, undan o'rnak izlagan farzandlariga esa faqat zarari tegadi. Sharmandalik, afsuslanish, qalbdagi bo'shliq. Xo'sh, buni qanday to'xtatsa bo'ladi? Uni och qoldirish kerak. Shunchaki shahvatingizni kontent bilan boqmang. Birinchidan, ketma-ket befoyda videolar ko'rishni bas qiling. Bu rostdan ham shunchaki ko'ngilochar kontentmikin? Yo'q. Bu qopqon. Ko'zingizni tikilgan, qalbingizni qulflangan va miyangiz chirigan holda saqlash uchun yasalgan qopqon. O'chirib tashlang, blok qiling, boykot qiling. Ikkinchidan, iymoningizni oziqlantiring. Sizni fikrlashingiz, dunyoqarashingiz va hayollaringiz iste'mol qilayotgan kontentingizdan kelib chiqib shakllanadi. Har tarafingizda fahsh, bekorchilik, behayolik, tarbiyasizlik yo'q. Bu oddiy hol emas. Bu shunchaki sinov. Ular sizga ta'sir o'tkazishiga ruxsat berib qo'ydingizmi yoki siz ularga ta'sir o'tkazasizmi? Uchinchidan, yashashni boshlang. Faqat o'zingizning hayotingiz bilan. Sizning hayotingiz bilan ishi bo'lmagan, unga tupurib qo'ygan, unga zarar keltirayotgan odamlarning hayotini kuzatib, o'zingizning hayotingizni unutib yubormang. Odamning yuragi nimadir qila olmaganidan siqilmaydi. Aksincha, nafsiga berilish, tartibsizlik yoki erinchoqlik sababli qila oladigan narsasini davomiy tark qilish va bu narsa qo'lidan kelishini bilib turib uni qilmaganidan yurak siqiladi. Kun bo'yi hayotingizga zarracha qiymat olib kirmaydigan kontentga tikilib o'tirasiz. Qachonlardir tuzgan rejalaringiz erishib bo'lmas orzuga aylanib boryapti. Hayotingizdan rang ketib, kun, hafta, oy va yillar ma'nosiz ko'z oldingizdan o'tib ketyapti. O'zingiz ustingizda ishlang, hayotingizni tartiblang. Ibodatda, ilmda, ta'sir doirasida sizdan oldinda bo'lgan odamlar bilan birga bo'ling. Maqsadingizni aniq qo'ying va unga amal qiling. Maqsadi bor erkakning bekorchiliklarga vaqti yo'q. Uni mas'uliyatlari bunga yo'l qo'ymaydi. Unga ishongan, umid qilgan odamlar borligi, oxiratda savol-javob kutib turgani uni tinch qo'ymaydi. Haqiqatan yashashni boshlaganingizda arzon dopamin, bekorchilik, vayn yoki bekorchi kontentni xohlamay qolasiz. Butun fikrlashingiz o'zgarib ketadi. Siz bu jirkanch, bekorchi narsalarni ko'rishni shunchaki to'xtatmaysiz. Siz uni yomon ko'rishni boshlaysiz. Chunki u shuncha paytdan beri sizdan nimani o'g'irlab kelganini tushunib qolasiz. 4-dan, ko'zingizni ehtiyot qiling. Shahvat yurakka ko'z orqali kiradi. Siz uni ko'rmasangiz, uni xohlamaysiz ham. Uni boqmasangiz, u ochlikdan o'ladi. Eslab qoling, bu qullikdan qutulishning yagona yo'li uni ochlikdan o'ldirish. Uni zaharli kontent ko'rish orqali boqmang. Qalbingizni himoya qiling, iymoningizni asrang, miyangizni chiritmang. Barakallohu fikum.